Tergovchi. Hidoyat ortidagi zalolat. Komil Sindarov. 10-qism. Matnni Ziyovuddin Hakimov o'qib eshittiradi. Mardona Hidirova. Marhamat, marhum shar'iy eringiz Bahrulla Pirnazarov bilan qanday tanishgansiz? Birgalikdagi turmushlaringiz qanday kechgan? Batafsil aytib bersangiz. Avval hammasini yozib bergandim-ku, dedi ayol stol ustida turgan jinoyat ishiga ishora qilib. Bilamiz, tartib shunaqa. Gapiravering. Mardonaxon tortinmasdan bir boshdan gapiravering, tasalli berdi himoyachi. Esimni tanitmanki, boshim tashvishdan, qiyinchilik va g'urbatdan chiqmadi. Ayol chuqur xo'rsinib, gapni uzoqdan boshladi. Hayotim anduhlarga to'la bo'ldi. Oyning 15 qorong'i, 15 yorug' deyishadi. Yolg'on ekan. Umrimning 30 kuni ham zulmat ichida o'tdi. Alkash bo'lsa-da, otamiz borligida qiyinchiliklarni unchalik his qilmagan ekanmiz. Otamiz vafotidan keyin turmush yuki onamizning gardaniga tushdi. Haftalab issiq ovqat, go'sht yemagan, qotgan non bilan jon saqlagan kunlarimiz ko'p bo'lgan. Onamiz 4 farzandni qornini to'ydirish, ustini butlash uchun tinim bilmasdi. O'zini o'tga cho'qqa urardi. 10-sinfni bitirar-bitirmas meni erga uzatishdi. Onam bitta bo'lsa ham nonxo'r kamaysin degan bo'lsa kerakdi. Bizga qaraganda iqtisodiy ahvoli yaxshiroq xonadonga turmushga chiqdim. Xudo tomonining meni hech qanday sarposiz, shoshilinchda kelin qilishga rozi bo'lganlarining sababi keyinchalik ma'lum bo'ldi. Kuyov tushmagur giyohvand chiqdi. Chekmagan paytida ajabtovur odam, chekib olsa hayvondan farqi yo'q. Qaynota qaynonam yomon kishilar emasdi. O'g'illarini balki boshini ikkita qilib qo'ysak tuzalib ketar degan umidda uylantirgan ekanlar. Yo'q, ularning umidlari puchga chiqdi. Erim o'sha zormondani chekmasa turolmaydigan a'zoyi badani qaqshab lomkaga tushib qolar ekan. Unday kezlarda ko'ziga na ota-ona, na xotini ko'rinar ekan. Qaynotam uni yo'ldan qaytarish maqsadida uyga qamab ko'rdi, zanjirga bog'lab ko'rdi, foydasi bo'lmadi. Shu tariqa o'rt to'polonda 1 yil o'tdi. Erimning tuzalib ketishiga umidim so'na boshladi. Bu orada homilador bo'lib qoldim. Farzand mehri uni ajal tuzog'idan qaytarsa kerak deb o'ylagandim. Adashgan ekanman. Og'ir oyoqli ekanligimni eshitib xursand bo'lish u yoqda tursin zarracha e'tibor ham qilmadi. Bir tuk ham qilt etmadi. Vaqt soatim yetib o'g'il farzandli bo'ldim. Nadomatlar bo'lsinki, bolam nogiron tug'ildi. Doktorlar giyohvand otadan mayib majruh zurriyot dunyoga keladi deyishgandi, rost ekan. Shu tariqa yana 1 yil chidadim. Erimning odam bo'lishiga ishonchim qolmadi. Sabr toqatim tugadi. Onamnikiga qaytishga majbur bo'ldim. Shunda ham qo'l uchida kun ko'rayotgan onamning yelkasiga tag'in 2 nonxo'r yuk bo'lib qo'shildik. Yo'qchilik, g'aribchilik sillamizni quritdi. Ustiga ustak gohida ruhiyatimda qandaydir tushunib bo'lmas holat kuzatila boshladi. Kutilmaganda besabab kuladigan, o'zim bilan gaplashadigan, bemavrid ko'chaga chiqib ketadigan, pointir-sointir gapiradigan odat chiqardim. Boshim og'rib, quloqimda tegirmon toshi aylanardi. Onam yuragi yorilib, u bu kimlarga qaratdi. Mahallamiz ota-onasi qizingning ichiga jin kirgan birorta kuchli mullaga o'qish kerak degan. Onam surishtira Bahrulla mullani topgan. Nafasi juda o'tkir, 1-2 o'qishda jinlarni quvib soladi deyishgan. Men bunaqa irim-sirimlarga ishonmaganim uchun mullaga borishga unamadim. Onam qo'ymay majburlab olib bordi. Said ota masjidiga bordik. Navbatda turib mullaning oldiga kirdik. Rahmatli Qur'oni Karimdan duolar o'qib qo'lidagi qamchi bilan yelkamga urib uzoq dam soldi. O'sha paytda mullaning qandaydir boshqacha suqlanib qarashiga unchalik e'tibor qilmagandim. Taqvodor odam niyati yomon bo'lmasa kerak deb o'ylagandim. Bu odam bilan tanishishimiz shunday bo'lgan. Ayol bir muddat jimib, bo'ldimi degandek guruh rahbariga nigoh tikdi. Keyin nima bo'ldi? Sanjarbek hikoyaning davomini so'radi. Onam 2 marta qo'ymay olib borgandan keyin boshimning og'rig'i biroz bosilganday, quloqimdagi shovqin kamayganday bo'ldi. Ruhiyatimda ham ijobiy o'zgarishlar sezganday tuyuldi. Onam ixlos qilmasang foydasi bo'lmaydi, ixlos qilsang najot topasan deb javragan edi. O'zimdagi ijobiy o'zgarishlarni ko'rib mullaga ishonchim ortganday bo'ldi.
3-chi bor uning oldiga o'z xohishim bilan bordim. Shu tariqa kundan kunga ishonchim ortib mullaga bog'lanib bordim. Endi uni tez-tez ko'rgim keladigan, jin quvish paytida qo'limdan ushlashlariga, "Asalam shakarim" degan so'zlar bilan erkalashlariga e'tiroz qilmaydigan bo'lib qoldim. Keyinchalik u meni kechroq, odamlar kamagan paytga chaqiradigan, uyat bo'lsa ham aytaman, u yoq bu yog'imdan ushlaydigan, siypalab, lazzatlanadigan, "Kech bo'lib ketdi, o'zim uyingizga tashlab qo'yaman" deydigan bo'ldi. Gohida mashinasini avvalroq joyiga to'xtatib, quchoqlab o'padigan, yosh yigitchalardek hirsiga erk beradigan bo'ldi. Menda qarshilik qilishga majol yo'q edi. Go'yo sehrlab qo'yilgandek, inon ixtiyorimni tamomila unga topshirib qo'ygandim. Uning gaplari, erkalashlari tosh qalblarni ham eritishga qodir edi. Boshida u xotini muzday narsa, iliqligi yo'q, na xafa bo'lishni, na quvonishni biladi. Hissiz ayol menga "Sendek tafti issiq, hissiyoti kuchli xotin kerak" deb avradi. Xotinimdan kechib senga uylanaman, borim seniki bo'ladi degan va'dalar berdi. Niyatiga yetgach sal ortga chekinib o'ylab ko'rdim. Bolalarimda ayb yo'q, ularni xafa qilishni xohlamayman. Seni 2-chi xotin qilib olaman deydigan bo'ldi. Men ham bir oilaning buzilib ketishini istamagandim. Shar'iy nikoh o'qitib 2-chi xotin bo'lganim ma'qul edi. Shu u imi-jimida nikoh o'qitib pinhona uchrashib yurdik. Biroz o'tib 2 xonali uyga ko'chirib o'tkazdim. Bir muddat baxtli yashadik. G'amlarim arigandek, anduhlarim unutilgandek bo'ldi. Erim har 3-4 kunda kelsa-da, ichishimiz, keyin boshimizni to'kis qilib qo'ydi. Evaziga men ko'chaga xatlab chiqmasligim, islomiy hayot tarzini yuritishim, kim bo'lishidan qat'iy nazar begona erkak bilan gaplashmasligim, hatto besabab onamni ko'rishga ham bormasligim shart edi. Xullas erim meni 4 devor orasiga tiqib qo'ydi. Hammasiga ko'ndim, chidadim. Shu zaylda yana 1 yil o'tib qizli bo'ldim. Baxtga qarshi erim qiz farzandni xushlamas, odam o'rnida ko'rmas ekan. Chaqaloqqa qayrilib ham qaramadi. 1 yil o'tar o'tmay tag'in homilador bo'ldim. Tag'in qiz bo'lib qolmasinda degan tashvishda kun sanadim. Bo'lmish boshqalar qatori o'ziga tushib, qornidagi bolaning o'g'il yoki qizligini aniqlashga ham ruxsat bermaydi. Oy kunim yetib yana qiz farzand ko'rdim. Yig'ladim, siqildim, siqtadim. Nima qilay? Allohning bergani. Tirnoqqa zorlar qancha, ammo erim hech narsani tushunishni, bilishni xohlamadi. Yangi mehmonning qulog'iga azon aytishdan ham orlandi. Ishing qizga to'lib ketgan ekan deb qonimni ichdi. Muomalasi o'zgarib qoldi. Asta-sekin uyimizdan oyog'i uzila boshladi. Moddiy ta'minotimizga ham qaramay qo'ydi. Turli bahonalar qilib bizdan qochishga, uzoqlashishga tushdi. Keyin bilsam, bu chalamullali qachon boshqasiga uylanib, o'g'illi ham bo'lishga ulgurgan ekan. Bu xotinboz oldiga dam soldirish, o'qitish uchun kelgan qiz juvonlarni gipnoz qilib, ishonchiga kirish, nomusiga tajovuz qilish bilan shug'ullanib kelgan ekan. Chala tabib ofati jon, chalamulla ofati iymon deb bekorga aytishmagan ekan. Bu chalamullalar har qanday farishtani aldov yo'li bilan o'ziga og'dirib, iymondan ayirib, hidini olib, shirasini so'rib, keyin pufsasiqqa chiqarib tashlab yuborishni o'ziga kasb qilib olgan ekan. Men ham uning navbatdagi qurboniga aylanganimni kech tushundim. Moddiy ta'minotni to'xtatgani yetmaganda yashab turgan uyimizdan chiqib ketishni talab qila boshladim. Qayerga borishim, 3 norasidam bilan kimning uyiga sig'ishim mumkin? Onamning ahvoli bu bo'lsa, yordam qo'lini cho'zadigan, dardimga dalda bo'ladigan kishim yo'q bo'lsa, boshim qotib, nima qilarimni bilmay erimning ishxonasiga arz qilib bordim. Foydasi bo'lmadi. Bu odam boshliqlarni ham bir tengi ilmas ekan. Hech kimning nasihatini quloqqa ilmas ekan. Nailoj xolamning maslahati bilan aliment undirish uchun sudga ariza berdim. Sudlar ham qiziq ekan. Ishni 6 oy sudrab, arizamni rad qilib berdi. Otalikni belgilash haqida sudga da'vo qiling. Agar arizangiz qanoatlantirilsa, aliment olishingiz mumkin bo'ladi deyishdi. 1001 azobli hujjat to'plab fuqarolik sudiga otalikni belgilash haqida ariza kiritdim. Faqat shundan keyingina erim yonimga yugurib keldi. Arizangni qaytib ol, elning ichida meni sharmanda qilma, bolalaringga o'zim nafaqa berib turaman deb turib oldi. Ishondim. Arizamni qaytarib oldim, ammo u va'dasida turmadi. Tag'in sudga ariza berishga majbur bo'ldim.
Sud boshlandi. Odam DNKsida sud biologik ekspertizasi tayinlandi. Insofsiz ekspertlar ishni cho'zib Bahrulla Pirnazarov qizlarning biologik otasi emas degan xulosaga kelishdi. Shunga asoslanib sud arizamni rad qilib berdi. Oqni qora deyishdan cho'chimaydigan vijdonsiz poraxo'r ekspert va sudyalar borligiga hayron qoldim. O'zim 100% haq bo'la turib, nohaqqa chiqib o'tirganim, sharmanda bo'lganim alam qildi. O'zimni tiyib tura olmadim. Sud zalida sudyani ham, ekspertni ham og'zimga kelgan so'zlar bilan haqoratlab, so'kib tashladim. Qattiq qarg'adim. Militsiya xodimlari turtkilab tashqariga uloqtirdi. Nima qilishni, boshimni qayga urishni bilmay qoldim. Onangni qozi so'ksa, dodingni kimga aytasan deyshadi. Rost ekan, asabim qo'zigan paytlari shu chalamullani qorniga pichoq tiqib hammasidan bir yo'la qutulsammikan degan o'yga ham bordim. Bolalarim bo'lmaganida o'lay agar shu ishni jon deb qilgan bo'lardim. Bahrullani o'ldirish fikridan o'z ixtiyoringiz bilan qaytgansiz-ku, to'g'rimi? Advokat mijozini qo'llashga urindi. Apellyatsiya yoz oliy sudga bor deguvchilar ham bo'ldi. Mardona go'yo himoyachining gaplarini eshitmaganday gapirishda davom qildi. Bilganimcha qo'shib chatib yozgan shikoyatimni viloyat sudiga olib bordim. Qabul qilishmadi. Advokatga boring, qolipga solib shikoyat xati yozib beradi deyshti. Advokat deganining ham nafsiga o't tushgan ekan. Oldindan falon so'm olib kelasan deb tabimni tiriq qildi. Dard ustiga chipqon deganlaridek sudyani haqorat qilganim uchun otning kallasiday jarimaga ham tortilgan ekanman. Muttahamlar galasi bilan kurashishga, o'z sha'nimni, nomus orimni himoya qilishga na kuchim, na toqatim, na mablag'im, na imkonim qolmagandi. O'sha paytlarda jahl ustida Chalamulla erimning oldiga ham borib, odamlarning oldida unga o'ldiraman, urug'ingga o't qo'yaman deya tahdid qildim. Shunaqa niyatingiz bormidi yoki jahl ustida shunchaki gapirib qo'ydingizmi? Himoyachi aniqlashtiruvchi savol berdi. O'ldirish ham gapmi? Mardonaning kamon qoshlari chimirildi. O'sha payti alamim 6 edi. Uyiga o't qo'yib, bola chaqasi bilan qo'shmozor qilishga ham tayyor edim. Ayoliga pushti kamaridan bo'lgan farzandlariga shunaqa zulm, sitam qilgan erkakmi? Taqvodorlikni niqob qilib, yolg'onchilik, firibgarlikni odat qilgan. O'zining g'araz niyati yo'lida hech qanday qabohatdan toymaydigan kimsani kim deb atash mumkin? Shunaqa odam yashashga haqlimi? Men qilishim lozim bo'lgan ishni boshqa birov amalga oshirib qo'yganidan, dog'da qolganimdan afsusdaman. Shunda qamalsam ham alam qilmasdim. Voqea sodir bo'lgan kuni, ya'ni 7-mart kuni siz xolangizning to'yida ishtirok etgan ekansiz. Guruh rahbari savollarni yoqtirdi. Avval to'ydan hech qayoqqa chiqmaganingizni, keyinchalik ko'rsatmalaringizni o'zgartirib, uyga bolalaringizdan xabar olishga borganligingizni ta'kidlagansiz. Ulardan qaysi biri to'g'ri? O'sha kuni voqealar aslida qanday bo'lganligini gapirib bersangiz. O'sha paytlar ko'nglimga to'y tomosha sig'armidi? Ayol eslashga urindi. Onam qo'ymadi. Jonday jigarimning to'yiga bormaysanmi deb turib oldim. Tahora uchun qo'shnimizdan 1-2 so'm qarz olib berdi. Eski-tuski kiyimlarimni yamab-yasqab qarindoshlarga qo'shilib to'yga bordim. Bolalarni ustidan qulflab ketdim. To'yda qil ustida o'tirgandek bo'ldim. Yuragim behalovat edi. 2 soatlar o'tgach, to'yxonadan sekin sidirilib chiqib, ko'chada taksi to'xtatdim. Uyga borib bolalarni ovqatlantirib, joyiga yotqizdim. So'ng boshqa yo'l mashinada to'yxonaga qaytib keldim. Nega dastlab to'yxonadan hech qayoqqa ketganim yo'q deya ko'rsatma bergansiz? Aynan shu yolg'on tergovda sizga nisbatan shubha ortishiga va oqibatda qamoqqa olinishingizga sabab bo'lgan. Tergovni nima maqsadda chalg'itmoqchi bo'lgansiz? Hech kimni chalg'itmoqchi emasdim, dedi ayol sovuqqonlik bilan. Shunday desam tinchroq bo'ladi deb o'ylagandim. Bunaqa bo'lishi xayolimning bir chekkasiga ham kelmagandi. Balki o'sha kuni bolalar bahona masjidga qarab yo'l olgandirsiz. Abdumurod luqma tashladi. Hozir yolg'on gapirayotganingizga kim ishonadi? To'yda 1 soat bo'lmagansiz, vaqt ham to'g'ri kelyapti. Shu orada sobiq eringizni tinchitishga ulgurgansiz. Ishni xamirdan
qil sug'urganday silliq bajarib, hech narsa ko'rmaganday to'yxonaga qaytib kelgansiz. Hammasi tushunarli-ku. Qani edi shunaqa bo'lganda? Pisanda qildi ayol. Aytdim-ku, baribir qamalar ekanman. Shu yashamagurni o'ldirganimda ko'pning savobiga qolgan bo'lardim. Mardonaxon, sizning to'ydan chiqib uyga borganingizni kim tasdiqlashi mumkin? Guruh rahbari hamkasbiga og'irroq bo'ling deganday ma'noli qarab qo'yib savol berishda davom etdi. Kim tasdiqlashi mumkin? O'zicha g'udurlandi ayol. Bolalarim ko'rdi, lekin qizlarim kichkina, kattam nogiron, boshqa hech kim ko'rgani yo'q. Taksini qayerdan topdingiz? Ko'chaga chiqib qo'l ko'tardim. Bir-ikkita mashina to'xtamasdan o'tib ketdi. Oq Nexia to'xtadi. Qayshda asfalt rang Matizda keldim. Avval hammasini batafsil yozib bergandim. Haydovchilar tanish emasmidi? Yo'q, qorong'ida yuzini ham tuzukroq ko'rmadim. Gaplashdingizmi? Kim bilan? Shofyorlar bilan? Yo'q, nima deb gaplashaman? O'zi jonim halqumimga kelib, uchib qo'nib turgan bo'lsam, aytgan pulini berib tushib ketdim. Mashinada boshqa mijozlar ham bormidi? Yo'q, hech kim yo'q edi. Faqat qaytishda markaziy shifoxonaning oldidan bir kishini oldi. Navbatchilikdan chiqdim dedi. Doktor bo'lsa kerak-da. Nega avval bu haqda aytmagandingiz? Abdumurod o'rnidan turib ketdi. Yo yana yolg'on gapirib o'yin qilmoqchimisiz? So'rasangiz aytaman-da, dedi ayol ko'zini loq qilib. Bu aka so'radilar, esimga tushganini aytdim. Nima ular tanishmikan? Nima? Ular tanishmikan? Guruh rahbari voqealar zanjirini ulashga harakat qildi. Bo'lsa bordir, juda apoq-chapoq gaplashib ketishdi. Nimalar haqida gaplashdi? Esimda yo'q, xayolim o'zimda emasdi. Faqat navbatchilikdan chiqdim degani yodimda. O'sha kuni qayerda tushib qoldi? Bilmayman. Men to'yxonaning yonida tushib qoldim. U odam mashinada edi. Siz avvalgi bergan ko'rsatmalaringizda to'yxonadan chiqib ketishda Salima xolamga uyga borib bolalardan xabar olib kelaman deganligingizni ta'kidlagansiz. Xolangiz esa sizning qayerga, nima maqsadda to'yxonadan chiqib ketganligingizni bilmasligini aytgan. Bunga nima deysiz? Bilaman, men xolamga aytib ketgandim. Balki musiqa ovozidan xolam mening gapimni eshitmagandir. To'y egasi boshi aylanib qoladi-ku. Tergovchilar yana bir qancha savollar berib, so'roqni yakunladilar. Serjant mahbusni olib chiqib ketgach, guruh rahbari Botirga yuzlandi. Nima qilishni tushundingiz-a? Albatta, dedilar Nisqor. Markaziy shifoxonada o'sha kuni kimlar navbatchilik qilganini tekshirib, taksiga o'tirgan kishining shaxsini aniqlash. Balla. Ishga kirishing, guruh rahbari Isqvorga chiqib ketavering ishorasini qildi. Doktorni topsak, ko'p narsaga aniqlik kiritgan bo'lardik. Isqvor qog'oz qalamini yig'ishtirib, shahdam qadamlar bilan chiqib ketdi. Bu kasofat ayol so'roq payti doktor to'g'risida lom-lim demagan. Tergovchi yo'l qo'ygan xatosi uchun o'zini oqlashga urindi. Bo'lmasa gapingni kim tasdiqlaydi, guvohing bormi deb hijjalab so'raganmiz. Murodjon, siz tajribali tergovchisiz. Sanjarbek hamkasbini xafa qilmaslik maqsadida tanqidni maqtovdan boshladi. Xatoingiz qayerda bilasizmi? Yo'q, qayerda ekan? Tergovchi xijolatdan qizarib yonida o'tirgan talabaga qarab qo'ydi. Izabella o'zimizniki, dedi yetakchi hamkasbining fikrini uqqanday. Endi hammamiz bir kemadamiz, maqsadimiz borar manzilimiz bir. Bu xato bir sizga emas, ko'pchilik tergovchilarga xos. Gap shundaki, so'roq qilish faqat stol mushtlab, savol berish, o'dag'aylab, bosim o'tkazib, ko'rsatma olish emas. Sabr-bardosh bilan qarshingdagi insonni eshita bilish, o'z fikrini to'la bayon etishiga imkon berish, ustalik bilan qalbiga, shuuriga kirib borish, ishonchini qozonishdan iboratdir. Gumondor ham, ayblanuvchi ham aybsizlik prezumsiyasiga ega. Demak, sud ularni aybdor deb topmaguncha, tergovchi ularga aybsizdek munosabatda bo'lishi shart. Mardona ham shunday munosabat qurboniga aylangan. O'z ichki sezgilaringizga ortiqcha baho berib, boshdan oyoq unga jinoyatchi qotil sifatida qarab kelgansizlar. Tergov bir tomonlama asosan ayblov yo'nalishi ukunida olib borilgan.
Natijada haqiqatga eltuvchi ikkinchi yo'nalish istisno usulini qo'llash, ya'ni gumondorning aybsizligini isbotlash yo'lidan borishni o'ylab ham ko'rmagansizlar. Gapingiz to'g'ri, tan berdi tergovchi. Ayolning avval boshdan yolg'on gapirishi, ko'rsatmalarni o'zgartirishi, o'zini boshqacha tutishi, qotil shu degan qat'iy xulosaga kelishimizga sabab bo'lib qoldi. Sal o'tmay o'zi hammasini bo'yniga oladi deb o'ylagandik, lekin u bunday qilmadi. Shundan keyin ikkilanish boshlandi. Mayli. Hali yoshsizlar. Guruh rahbari har ikki hamkasbiga qarab gapirdi. Shunday toplanasizlar, pishasizlar. Asosiysi xatolardan to'g'ri xulosa chiqarishda. Ustoz hozir boyaga aytgan guvoh topilsa, Mardonaning alibisi tasdiqlanib, beayb ekanligi isbotlanib qoladimi? Talaba ehtiyotkorlik bilan dilidagini tilga chiqardi. Albatta, agar o'sha doktor topilsa, taksi haydovchisining kimligi ham aniq bo'ladi. Guvohlar Mardonaning gapini tasdiqlasa, hammasi ravshan bo'ladi qo'yadi. Nima, ayol qamoqdan chiqib ketadimi? Dedi talaba soddalik bilan. Boshqacha bo'lishi ham mumkinmi? Dedi Sanjarbek kulimsirab. Aybsiz kishini bir daqiqa ham tutqunlikda ushlab bo'lmaydi. Keyin nima bo'ladi? Talabaning nimani nazarda tutayotganini tushunish qiyin edi. Keyin nima bo'lardi ishimiz? Biroz yengillashadi, haqiqiy qotilni izlashga zo'r beramiz. To'g'ri, ammo Mardonaning beayb shuncha vaqt qamoqda o'tirgani nima bo'ladi demoqchiman. Tergovga gap tegmaydimi? Yo'q. O'sha paytda tergovchida uni qamoqqa olishga muayyan asoslar bo'lgan. Guruh rahbari so'zlari hamkasbining ko'ngliga og'ir botmasligi uchun biroz yumshatib gapirdi. Albatta, ayoldan davlat nomidan kechirim so'raymiz. Asossiz ozodlikdan mahrum qilinishi oqibatida yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirish haqida sudga murojaat qilishga haqli ekanligini tushuntiramiz. Mayli, tergovchiga gap tegmasa bo'ldi. Odam tergovchi bo'lishga ham qo'rqib qolar ekanda. Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi. Tergovda shunaqa xatolar uchrab turadi. Haqiqat manzillariga yetish uchun ba'zida adashishga ham to'g'ri keladi. Asosiysi bu masalada g'araz va qasdning aralashmasligida. Hurmatli kuzatuvchilar, Hidoyat ortidagi zalolat audio kitobini navbatdagi yangi qismlarini birinchilardan bo'lib tinglash imkoniyatini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz hamda o'g'irlangan bolalik, qimmatga tushgan xato, g'ayrioddiy intiqom, qabohat girdobi, tungi qotillik, qadr kechasidagi qotillik, dorixonadagi qotillik asarlarini to'liq shaklida tinglashni istasangiz, Telegram orqali 97 kodi bilan 210 7654 raqamiga plus belgisini qoldiring. Shunda siz yopiq Telegram kanaliga a'zo bo'lgan holda istagan paytingizda qulay formatda audio asarlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lish pullik. Bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun minnatdormiz. Ehtirom bilan Ziyo TV YouTube kanali asoschisi va muallifi Ziyovuddin Hakimov. Kriminal Telegram kanaliga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.